Tatmaydi bu dünya sensiz. Yeryüzü tar, osmonlar ensiz. Menda jon yo'q. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bizga yana bir xushxabar yetib keldi. Eko bemorimiz bir o'g'il, bir qizchalik bo'libdilar. Ekodan keyin egizak homiladorlik kuzatilgan. Hozir birgalikda tabriklagan telefon qilamiz. 6 yillik turmush, ayolimizda trubalari, ya'ni bachadon naylari berkligi tufayli eko protokoliga olingan. Va hozirda yana 9 ta embrionimiz, 3 tasini qo'yilgan, yana 6 ta embrionimiz bor zapasda. Hozir birgalikda tabriklagan telefon qilamiz. Alo. Alo, Rahmazaxon, yaxshimisiz? Rahmat. Sizimisiz? O'g'il qizlar muborak bo'lsin. Eshitib xursand bo'ldik. Rahmat. Kanjoningiz sog' bo'lsin. Baxtingiz yetib sog' bo'linglar. Turib mana farzandli bo'lib bag'riga bosib oldi. Kattakon rahmat. Professorimiz nomidan, butun Oncolife jamoasi nomidan tabriklaymiz, opa. Hammalariga rahmat ayting. Albatta boramiz ko'rganda. Inshaalloh, inshaalloh. Bu shunchaki umid emas. Bu sizning eng yaxshi imkoniyatingiz. Bu Oncolife.